Setkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi akalar mana xulotlarga bo'ladi birinchisi. Mana uchinchisi mana yorma qilish uchun, donlarni yorma qilish uchun bo'ladi. Mana bu to'rtinchi setkasi esa donlarni kepak qilish uchun. 4 xil setkasi bor, donga ikkita, o'tga ikkita. Motorni ham bitta ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Motorlarni ko'rishingiz mumkin akalar. Motorlari 6,5 kilovatli, 3,5 оборотli motorlar bilan jihozlangan. Motori juda ham zavodskiy, baquvvat motor bilan jihozlangan. Mana bunaqa o'zini o'chirib yoqish uchun avtomatlari ham bor akalar. Keyin yana bitta afzal jihati 180 tokda ham ishlayveradi, past tokda ham ishlayveradi akalar. Pichoq qotgan mahavigini, qalinligini ko'rishingiz mumkin akalar. Mana mahavigli bo'ladi, zavodskiy mahavigli. Keyin pichoqlari ham kuydirilgan pichoq bo'ladi akalar. 4 tadan 8 ta molotоги bor, bu yoqda keyin 10 ta pichog'i bor. Pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa o'zi kuydirilgan zavodskiy pichoq bilan jihozlangan bu. Buni ham xuddi shunaqa komplektda o'zini 4 ta setkasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu somonlar uchun bu kichkinaroq setkasi. Mana 4-chi setkasi esa kepak qilish uchun donlarda keladi. Alfa Grand brendiga tegishli gidravlikamiz. Buni ham komplektda o'zining 4 xil setkasi bo'ladi akalar. Mana o'tdiki. Mana bu donlarni yorma qilish uchun bo'ladi. Mana bunisi kepak qilish uchun. Ha bunisi mana mayda-chuyda shunaqa somonlarda maydalash uchun keladi. Motorlar juda ham baquvvat ham mahaviyli bo'ladi. Yaxshisidan zo'rdan keladiganlarga shuni tavsiya qilamiz. Keyin buni akalar bitta ishlatib tekshirib ko'rsatib beramiz, ko'rishingiz mumkin оборотlarni. Aylanishini ko'rishingiz mumkin akalar, sifatlari juda ham zo'r. Mahaviyli bo'lgani uchun uncha-munchaga to'xtamaydi bu drabilkamiz. Aylanish 3,5 оборотda aylanadi, sifati juda ham zo'r. Mahaviyli bo'lgani uchun akalar uncha-munchaga tiqilib qolavermaydi. Mahavik bo'lgani uchun og'ir bo'ladi mahavik, o't surib chiqarib tashaveradi akalar. Xitoy drabilkani eng zo'rdan keladiganlarga mana shu drabilkamizni tavsiya qilamiz. Mana shu drabilkamiz hozir eng yaxshi shu chiqyapti. Mahaviklari qalin, ham motorlari ham katta 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Aytib o'tganimizdek, bu drabilkamiz O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib chiqarib beramiz akalar. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, chorva ishqibozlar. Bugun sizlarga 3 xil universal drabilka haqida ma'lumot beramiz. O'tgan safargi videomizda buni video obzorini qilib o'tgandik. Ko'pchilik hozir kabel yuqqanligi uchun mana bunaqa buni motorni kabellari qalin bo'ladi. Drabilka motorining kabellari ko'rishingiz mumkin. Bu drabilkalarga qalinroq kabel ishlatishingiz kerak. Bu yuqqa kabellar qizib ketadi, yuqqa kabelingiz yaramaydi. Qalinroq kabel bo'lsa zo'r ishlaydi bu drabilkalar. Birinchi bo'lib tanishtiradigan bo'lsak, bu drabilkamiz universal drabilkamiz. Xitoy zavodskiy bo'ladi. Komplektda o'zini 4 xil setkasi bor akalar, mana ko'rishingiz mumkin. 4 xil setkasi bor. Setkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi akalar mana xulotlarga bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi mana somonlar maydalash uchun akalar. Mana uchinchisi mana yorma qilish uchun, donlarni yorma qilish uchun bo'ladi. Mana bu 4-chi setkasi esa donlarni kepak qilish uchun. 4 xil setkasi bor, donga ikkita, o'tga ikkita akalar. Sifati juda ham zo'r bu drabilkamizni. Motoriga keladigan bo'lsak, eng asosiysi motori akalar. Motori 6,5 kilovatli katta motor bilan jihozlangan bo'ladi motori. 6,5 kilovat, 3,5 оборотli bo'ladi akalar. Motorni ham bitta ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Motorlarni ko'rishingiz mumkin akalar. Motorlari 6,5 kilovatli, 3,5 оборотli motorlar bilan jihozlangan. Motori juda ham zavodskiy, baquvvat motor bilan jihozlangan. Mana bunaqa o'zini o'chirib yoqish uchun avtomatlari ham bor akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamiz 220 tokda ishlaydi akalar. 220 tokda ishlaydi. Keyin yana bitta afzal jihati 180 tokda ham ishlayveradi, past tokda ham ishlayveradi akalar. Keyin buni bitta mahaviklarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Pichoq qotgan mahavigini, qalinligini ko'rishingiz mumkin akalar. Mana mahavigli bo'ladi, zavodskiy mahavigli. Keyin pichoqlari ham kuydirilgan pichoq bo'ladi akalar. 4 tadan 8 ta molotоги bor, bu yoqda keyin 10 ta pichog'i bor. Pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa o'zi kuydirilgan zavodskiy pichoq bilan jihozlangan bu. Bu drabilkamiz akalar narxiga keladigan bo'lsak, narxi o'tgan safar ham aytib o'tganmiz, 2,400,000 so'mdan qilib beryapmiz narxini. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor, kelishilgan holatda dastavka qilib chiqarib beramiz. Endi ikkinchi drabilka o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi drabilkamiz Asaman brendiga tegishli drabilkamiz. 4 kilovatli motor bilan jihozlangan, motori 2800 оборот. Buni ham xuddi shunaqa komplektda o'zini 4 ta setkasi bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu somonlar uchun bu kichkinaroq setkasi. Mana bu setkasi akalar, mana kattaroq o'tlar uchun. Mana bu setkasi bu donlarni yorma qilish uchun bo'ladi.
mana tuning setkasi esa kepak qilish uchun donlarda akalar. Bu drabilkamiz ham 220 tokda ishlaydi akalar. Bu drabilkamiz ham maxavigli varianti. Maxaviglari sal maxaviglarni ko'rishingiz mumkin akalar. Buni ham maxaviglari bor. Maxavigli ozgina yuqoriroq faqat. Pichoqlari buniki ham shunaqa 10 ta pichoq, 8 ta malatoy bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari kuydirilgan bo'ladi. Bu ozgina arzonroq varianti. Buni narxi 200 ming so'mdan akalar. Keyingi drabilkaga o'tadigan bo'lsa, keyingi drabilkamiz Alfa Grand brendiga tegishli drabilkamiz. Buni ham komplektida o'zining 4 xil setkasi bo'ladi akalar. Mana o'tdiki. Mana bu donlarni yorma qilish uchun bo'ladi. Mana bunisi kepak qilish uchun. Ha bunisi mana mayda-chuyda shunaqa somonlarda maydalash uchun keladi. Bu drabilkamiz akalar maxaviksiz varianti bu. Pichoqlari 12 ta pichoq bo'ladi. Malatoylari bor. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari bor, malatoyli. Keyin akalar buniki maxavik emas, buniki lis bo'ladi mana bunaqa. Lisli bo'ladi. Lisga qotirilgan bo'ladi pichoqlari. Motorlari 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. 6,5 kilovat, 3,5 оборотli motor bilan jihozlangan. Motori alyuminli bo'ladi akalar. Bu drabilkamiz akalar 220 tokda ishlaydi. Bu ham past tokda ham ishlayveradi. 220 dan 170 tokkacha ishlayveradi akalar. 200 atrofida bo'lsa zo'r ishlayveradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 2200 ming so'm bo'lyapti. Komplektida o'zining 4 ta setkasi bor, universal bo'ladi. U tashidonlarni hammasini maydalab chiqarib beraveradi. Keyin xo'jalikka eng yaxshisi va sifatlisi zo'rdan keladigan akalarga mana bu oq varankaligini tavsiya qilamiz. Agrimax brendiga tegishli drabilkamiz ham maxavigli, ham pichoqlari ham kuydirilgan, ham unaqa malatoylari ham 4 qatordan 8 qator malatoy bo'ladi. Motorlari 6,5 kilovat, 3,5 оборот bo'ladi akalar. Motorlari juda ham baquvvat, ham maxavigli bo'ladi. Yaxshisidan zo'rdan keladiganlarga shuni tavsiya qilamiz. Bu drabilkamizniki akalar setkalari ham bunaqa yon tarafidan tushadi, ko'rishingiz mumkin. Setkalari ham juda ham oson va qulay holatda va bunaqa yon tarafidan qo'yib, qotirib bemalol ishlatishingiz mumkin akalar. Xohlagan setkangizni mana shunaqa yon tarafidan bo'shatib turib, solib, qatirib turib ishlatishingiz mumkin. Setkasi ham qo'yishga juda ham udobli, sifatlari juda ham zo'r. Buniki balonchalari bor, xohlagan joyingizga yetalab borib ishlatishingiz mumkin. Keyin buni akalar bitta ishlatib tekshirib ko'rsatib beramiz, ko'rishingiz mumkin оборотlarni. Aylanishini ko'rishingiz mumkin akalar, sifatlari juda ham zo'r. Maxaviyli bo'lgani uchun uncha-munchaga to'xtamaydi bu drabilkamiz. Aylanish 3,5 оборотda aylanadi, sifati juda ham zo'r. Maxaviyli bo'lgani uchun akalar uncha-munchaga tiqilib qolavermaydi. Maxavik bo'lgani uchun og'ir bo'ladi maxavik, o't surib chiqarib tashaveradi akalar. Xitoy drabilkani eng zo'rdan keladiganlarga mana shu drabilkamizni tavsiya qilamiz. Mana shu drabilkamiz hozir eng yaxshisi shu chiqyapti. Maxaviklari qalin, ham motorlari ham katta 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Keyin akalar ko'rishingiz mumkin, sota solish uchun mana bunaqa idishchalari bor o'zini. Sota chiqaraman deganlarga mana bunaqa sotalar mana shundan solib ishlatishingiz mumkin. Agar don maydalayman deganlarga buni yopib turib, yopgan holatda ustiga don solib qo'yasizlar, mana bunaqa o'zini regirovka qiladigan joyi bor. Regirovka qilib turib donni solib qo'yaverasizlar. O'zi donni tushirib maydalab chiqarib beraveradi. Don chiqarishdan mayda setkadan foydalanasizlar. O'sha mayda setkani qo'yib, kepak qilib chiqarib beraveradi akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Akalar endi shu 3 ta drabilkamiz, universal drabilkamiz uchovga Xitoydagi. Agar kimga shunaqa Xitoy universal drabilkalar kerak bo'lsa, o'rtanchasi kerakdiganlarga bunaqasini tavsiya qilamiz. Agar eng yaxshisi zo'rdan kerakdiganlarga buni tavsiya qilaveramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida akalar. Yetkazib berish xizmati bor. Kelishilgan holatda, klient bilan kelishilgan holatda dastavka chiqarib beramiz.